Assalomu alaykum. Bu videoda nima haqida gaplashamiz? Ko'krak qafasdagi arteriyalar, venalar, simpatik nerv sistemasi yoki nervlari shu haqida gaplashamiz. Bu rasmdan nimani ko'rishimiz mumkin? Bu nima? Aorta yoyi. Aorta yoyidan bilamiz biz arteriyalar chiqadi. Ya'ni qo'l bilan bunday qiladigan bo'lsak, qo'l bilan shu tarafdan tepasini, ya'ni qo'l, boshlarni qon bilan ta'minlash uchun 3 ta qon tomir chiqadi. Aorta yoyidan 3 ta qilamiz. Javob berganda e'tibor beramiz. 3 ta chiqadi. Birinchisi arteriya subclavia sinistra. Arteriya subclavia sinistra. Ya'ni chap, bu yerda inglizcha yozgan, ya'ni chap umrovosdi arteriyasi. Mana bu qo'lga boradi. Bu qo'lga. Mana bunisi bu qo'lga. Ya'ni chap qo'lga. Mana bu chap umumiy karotid arteriya, uyqu arteriyasi. Ya'ni arteriya carotis sinistra. Ya'ni bu nima qiladi? Bu uyqu arteriya chap tarafdagi bo'yin, boshga boradi. Xuddi shunaqa bizda ham 2 ta chiqadi. Mana bunisi. Anaqa umrovosdi arteriya subclavia dextra, bu dextra bo'ladi. Ya'ni o'ngga bo'lgan uchun. Mana bu ham xuddi shunaqa dextra bo'ladi. Arteriya carotis dextra bo'ladi. Ya'ni bu nima qiladi? Xuddi faqat bu chiqishdan oldin bu bitta bo'lib chiqadi. O'ng tarafga chiqishdan oldin bitta bo'lib chiqadi. Ya'ni truncus brachycephalicus. Ya'ni qo'l va boshga ketadigan bo'lsak, mana bu taraf bunday bo'ladigan bo'lsak, brachio va cephalicus bosh bo'lsa, brachio qo'lga degan ma'noda. Bu chiqdi, keyin mana bu tushgandan keyin mana bu joyi aortani ko'tarilish joyi ascending deydi. Bu aorta yoyi, mana bu arcus aorta и descending. Ya'ni descending bu nima bo'ladi? Thoracic aorta bo'ladi. Ya'ni ko'krak aortasi. Ko'krak aorta tushadi, bu boshlanadi. Qanaqa aorta bo'ladi? Uning davomi abdominal aorta. Bu rasmda shunaqa edi. Eslab qo'yamiz: esophagus, tracheya, undan arcus aorta. Bu rasmda mana ko'rib turishimiz mumkin, yana chiroyli qilib rasm bergan. Ko'tariluvchi mana ascending degan, bu aorta yoyi, bu tushuvchi. Shu aorta yoyida 3 ta arteriya subclavia sinistra, arteriya carotis sinistra, arteriya carotis dextra, arteriya subclavia dextra. Buni e'tibor beramiz. Bu yerda mana bu umumiy bo'ladi. Carotisni common deyiladi. Common so'z qo'shiladi, ya'ni umumiy. Common, ya'ni bu mana bu yerga kelib turib o'sha common 2 ga bo'linadi. Bu internal bo'lsa, bu external sohaga. Bu internal ham xuddi shunaqa external, bu internal bo'lib turib bo'linadi. Mana bu rasmni ko'rsak, bunday qilib turib o'zimizga bunday qarab, nimani bilamiz, nima bilmaymiz. Umumiy tushuncha olish uchun, bir esga solish uchun ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda mana ko'rib turibmiz. Tepadan mana bu ketgan, bu joydan bizga ketdik tepaga, ya'ni qo'lga va boshga. Mana shu tomirlar orqali o'shalarimiz qaytib keladi. Bu chap tarafdan, bu o'ng tarafdan. Ko'rdiga, bu qaytadi. Ya'ni chap brachycephalic vena. Vena brachycephalic sinistra. Mana bunisi xuddi shunaqa chap tarafdan bo'ladi. O'ng tarafdan. Bunga keladi bitta yugular vena,
bitta umrovosdi vena. Yugular vena, umrovosdi vena. Ko'rdingmi? Bitta yugular vena, mana yerdagisi yana bitta vena. Tushundingmi? Yugular vena keladi, umrovosdi venasiga qo'shiladi. Ikkalasi braxotsefalik venaga aylanadi. U yuqori vena cavaga qo'shiladi. Yuqori vena esa bizga qayerga? O'ng burmachaga qo'yiladi. Endi bu rasmda nima ko'rsatmoqchimiz? Hozir to'xtanglar. Mana bu rasmdan qarab o'zingizlar bitta ko'rib, qaysi yerda bilamiz, qayerda bilmayman aytib ko'ringlar. Keyin boyagi boshdagi rasm bor, javobini ko'rib olasizlar. Xuddi shunaqa narsa mana bu yerda ham bor. Bunga qaranglar, qayerda bilamiz, nimalarni bilmaymiz. Agar shunga qarab o'zingizlar bilminglar desam o'zingizlar bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Aorta yoyi tushdi. Bizdan keyin qon tomirlar chiqib boshlaydi. Qon tomirlardan interkostal arteriya ko'ryapsizmi? Bu yerda interkostal arteriyalar chiqadi. 9 juft interkostal arteriya 3-dan boshlab chiqib boshlaydi. Chap va o'ngga. Keyin bizga bor mediastinal ko'ksorol vujud ta'minlaydigan bor. Keyin mana bu bronxial arteriyalar bor. Ikkita bronxial arteriya chiqadi. Keyin esophageal shoxlar chiqadi. Esophageal arteriyalar mana bu yerda ko'rib turibmiz. Qon bilan ta'minlaydi. Bu shunaqa. Mana bu joyda keyin boyagi bitta rasmlarda ko'rib qoldim. Mana bu yerga to'g'ridan-to'g'ri bunday qilib qo'shib qo'ygan. U sanatni bilmaysizlar. Azigis venasi xuddi shunaqa qilib yodlab qolamiz. Ya'ni azigis venasi yuqori vena kavak venaga borib quyiladi. Boshlanishi bizda mana bu o'ng tarafdan qonlarni oladi, ya'ni subkostal venalar orqali mana bu arteriya interkostaldan qaytgan venalar keladi, bu yerga quyiladi. Bronxlardan quyiladi. Ezofagusdan quyiladi. Ezofagus bor-ku va mana bunisi qo'shimcha hemazigus venasi. Mana bu hemazigus venasi. Bumiz azigus vena. Ko'rib oldingmi? Azigus vena shunda bizda bu borib mana bu joyga quyiladi. Ya'ni bu joyimiz superior vena cava. Eslab qolamiz. Mana bu joyda sal boshqacha rasm ko'rsatilgan. Bu innervatsiyasi. Bilamiz, mana bu joyda rasm beribdi. Hozir bu yerda ham bor bitta. Mana bu joyni ko'ramiz. Qaranglar, har bir orqa miyadan chiqqandan keyin mana yerda umurtqalar oldida gangliya hosil bo'ladi, to'g'rimi? O'sha gangliyadan bizga nima bo'ladi? Qaysi sohalarda? T1 L2 sohalarda bizda mana o'shalar darajasida bunaqa gangliyalar hosil bo'ladi. Bu ularga simpatik nerv sistemasi hosil qiladi. Simpatik nerv sistemamiz bilamiz, ko'rib turibmiz, ikkita tarafdan shunaqa tugunlar hosil qiladi, gangliyalar. Bu gangliyalar bizda mana bu yerda yashilda ko'rib turibmiz. Yashilda qarasak, gangliya hosil qilib to'g'rimi? O'shalar simpatik nerv sistemasini hosil qiladi. Bir xil joylarda S8, L3 gacha deb bergan, shu darajada borib bizda simpatik nerv sistemi hosil qiladi. Bundan chiqib ichki organlarda simpatik nerv sistemini ta'minlaydi. Parasimpatik bizda miya ustuni degan joy bor. O'sha yerdan uzunchoq miya, o'rta miya, o'shalardan chiqib miya ko'prigi shulardan chiqib innervatsiya qiladi. Parasimpatik funksiyani bajarib beradi. Sakral parasimpatik esa bizdagi S2, S4 sohadan chiqib, ya'ni ko'rib turibmiz, quyidagi organlarda siydik pufagini mana bu descending kolonlarda tushuvchi yuqumli ichaklarda innervatsiya qiladi.
mana bu joyda ham ko'rib turishimiz mumkin. Yana shunaqa rasm. Bu toratsik dakt. Ya'ni nima qiladi? Sisterna degan joyimiz bo'ladi. Sisterna degan joyga bizdagi ichaklardan va orqa oyoqlardan, orqa sohadan limfalar kelib quyiladi. U yerdan quyilgan limfa bizda harakatlanib mediastin orqa sohasidan harakatlanib bizlarga toratsik takt hosil qilib nima qiladi? Quyiladi. Chap sohada, ya'ni chap vena burchagi, ya'ni subklaviya bilan yugular vena ikkalasi birlashgan joyga. Bu примерно mana shu joyda oladigan bo'lsak, bo'yin, bosh bor. O'shalarda bu bizdagi mana bu o'ng bo'ladi. O'ng limfatik yo'l orqali quyilsa, qolgan hamma joyimiz, mana bu joylarimiz bizda oyoq, ichak hammasi bu toratsik takt. Ko'krak yo'li orqali limfalar tashladi. Shunaqa. Mana bu yerda ko'rsatgan